Ben Yolvaz, dünyada dağınık ekspedisiyachi. Ben özüm yolg'iz dunyodagi eng xatarlik Yamato o'rmonliqqa janglar qilib keldim. Bu o'rmonliqdan hayot chiqib ketalamdim yo'q, buni bilmayman. O'rmonliq yirik hayvonlar va jabal sharoit meni kutmoqda. Hamiz menga ergishib o'rmonliqda hayot kechish ma'rifatiga undinglar. Ma daraxtni doninglar. Mush daraxtni mevasini yesanglar, xuddi bir buduk suv ichgandek bo'lsizlar. Lekin bu daraxtni mevasini tepish bekda. Odat ayollar yeb ketadi buning mevasini. Men oxiri meyada buning mevasini birini topdim. Sizlar ko'rsatmay ya. Dal mush daraxt mana, mush meva mana. Mush mevani biz olamizda mana. Bu mevani ustida erkak suv deb qaytaman mana. Shuni topsak biz mana haqiqiy o'rmonliqning hamma yerida yeydigan narsa bor. Anglayotganinglar qushlarning ovozi, qushlarning uyqusini topa olsa, qo'zoq to'qizish oddiy gap. Biz bu yerda 2 dona qush tuxum topdik. Endi biz buni oddiy bir taraf qilaylik. Ular tamoq yeyishda eng oldi bilan o't masalasi hal qilish kerak. Biz mush materiallar bilan qadimiy usulda o't yoqamiz. Quruq shoxni yog'ochni ustida qo'yib olib, qilvaga yog'ochimizda buni purkaymiz. Buni nihoyat tez qilmaganda tutashmaydi bu. Shunga tez usulda buni yapishimiz kerak-da buni mana. O'tni tutashdi. Endi qozonmas emas. Biz oddiy usulda yog'da pishirilgan tuxum qildik. Buni boshqalning orasiga olamiz. Men yana oddiy usulda tuxum qo'rimiz qildim. Dantda yasadim. Bu narsalar bilan dalada hayot kechish to'limi tez, qo'shaq tutmaydi. Bu vaqt bizga bir qancha mifan kerak. Bu mifan yeganda biz sayin ustiga to'kib yesa bayzulda buni. Dalada hayot kechirgan vaqtimizda nima topsak shuni yeyishimiz kerak. Bu japolik sizlar ko'ryapsizlar mana. Dalada hayot kechirishda 3 narsa bo'lishi kerak. Japoq chidash ro'y bo'lishi kerak. Mo'l tajribasi bo'lishi kerak. Ishtos yaxshi bo'lishi kerak.